Gvardiola bu gaplarni o'yindan keyin aytdi va ko'pchilik bunga e'tibor bermadi. O'yindan keyin Gvardiola har doimgidek xotirjam edi. Lekin uning so'zlari bu o'yin qanchalik murakkab bo'lganini ochib berdi. Uning aytishicha, jamoa o'yinni nazorat qilgan, ammo ayrim lahzalarda konsentratsiya yetishmagan. Ayniqsa pressing va himoyaga qaytish masalasida. Gvardiola bitta jihatni alohida ta'kidladi. To'p nazoratda bo'lsa ham imkoniyatlaridan to'liq foydalana olishmagan. Murabbiy ayrim futbolchilarning harakatidan mamnunligini aytdi, lekin baribir mukammallik yo'qligini ochiq tan olgan. Bu Gvardiolaning eng kuchli tomoni. U hech qachon qoniqmaydi. Unga ko'ra bu o'yin kelajakdagi katta bahslar uchun muhim saboq bo'ldi. Siz Gvardiolaning fikriga qanchalik qo'shilasiz? Albatta fikringizni kutib qolamiz.